Yana bir marta aytaman, ras tashxisli, autizm tashxisli bola 2 yosh 8 oylikda buncha narsani bilmaydi. Hozir ovqatni o'zi yo'llaydimi? Yo'q, suv ovqat yo'qmaydi. Quyiladi. Men yana bir marta aytaman, hozir misol uchun men oldimga hozir men 1 oydan keyin, 2 oydan keyin to'ladi, 3 yoshga. U boshing qani, ko'zing qanini hozir bugun o'rganib qo'ygan emas bola. Ya'ni где-то 2 yosh 8 oylikdan beri bola biladi. Boshing qani, ko'zing qani, mama deyapti, ukazatelni ko'rsatyapti. Mana kitob mayli nima qilgan taqdiringizda ham yana bir marta aytaman, ras tashxisli, autizm tashxisli bola 2 yosh 8 oylikda buncha narsani bilmaydi. U kechikish yo'q demayoman, bor, nutqiy kechikish bor, lekin bola tushunib turibdi, hamma narsani bilib turibdi. И притом aytaman-ku, ukazatelnisi turgan bolaga qanaqa qilib bu boshing qani, ko'zing qani ko'rsatib, kontaktga kirib, emotsiyalarini cho'tki ko'rsatib turibdi. Mana bu o'yin qilyapti sizlar bilan. O'yin qilib emotsiyani ko'rsatib turgan bolaga, Ibrohim bitta hin deyapti, tushunasizmi? Hech qachon 2 yosh 8 oylik bola, ras tashxisli bola hin deb javob bermaydi. U qo'yaveradi, hamma gapiga kirib berishib o'tirmaydi unaqa. Yo'q, bo'ladi. Men raschi, rasi. Unda r harfining mana palichkasi bor-ku, o'sha ham yo'q bo'ladi. Не то что раз, palichkasini o'zi yo'q oyisi.